Assalomu alaykum hurmatli talabalar. Mashina detallari fanidan navbatdagi video ma'ruzamizni boshlaymiz. Bugungi mavzu uzatmalar, mexanik uzatmalar to'g'risida umumiy ma'lumotlar. Rejamiz: birinchi uzatmalar to'g'risida umumiy ma'lumotlar, ikkinchi mexanik uzatmalarning turlari sinflanishi, uchinchi uzatmalarning ishini xarakterlovchi asosiy ko'rsatkichlar. Sanoatda, mashinasozlikda energiya manbai bilan ish bajaruvchi qurilma orasidagi nomuvofiqlik tufayli uzatmalar qo'llaniladi. Uzatma deganda biz demak harakatni, burovchi momentni, quvvatni kerakli yo'nalishda va kerakli o'lchamlarda o'zgartirilib ish bajaruvchi qismga yetkazib berishni tushunamiz. Haqiqatdan ham ish bajaruvchi qurilma, ish bajaruvchi qismning energetik ko'rsatkichlari, parametrlari energiya manbai bilan farq qiladi. Masalan, avtomobilni turgan joydan qo'zg'atish uchun uning g'ildiraklariga katta burovchi moment va kichik aylanish chastotasi berish kerak bo'ladi. Lekin avtomobilni dvigatelining ish parametrlari aksincha yuqori aylanish chastotasini va o'zini ishini bajarishi mumkinligini bilamiz. Demak, shu nuqtai nazardan ish bajaruvchi qism bilan energiya manbai orasida qandaydir bir mexanizmlar to'plami bo'lishi kerakki, bular harakat yo'nalishi va parametrlarni belgilangan me'yorlarda uzatishi talab qilinadi. Undan tashqari, transportda, sanoatda, mashina mexanizmlarida uzatmalarning qo'llash zaruratining boshqa sabablari ham mavjud hisoblanadi. Quyida ushbu sabablar bilan tanishib o'tamiz. Demak, dvigatel bilan mashina o'rtasida uzatmalarni o'rnatish zaruratining sabablari. Birinchi, energiya manbalari dvigatellar, ya'ni dvigatellar katta burchak tezliklarda ishlaydi. Bu tezliklar ularning quvvati, foydali koeffitsiyentini katta, o'lchamlarning kichik bo'lishini ta'minlaydi. Ishlab chiqarish mashinalari va ularning burchak tezliklari ko'p hollarda dvigatelning burchak tezligidan farq qiladi. Demak, yuqorida ta'kidlab o'tganimiz bu o'shani farqni to'g'rilash maqsadida biz uzatmalardan foydalanamiz. Ikkinchi, ishlab chiqarishdagi mashinalarning tezligini binobarin aylanuvchan momentlarni dvigatel valining burchak tezligini o'zgartirish yo'li bilan emas, balki uzatmalarni bilan amalga oshirish foydalidir. Chunki dvigatelning valining burchak tezligi kamayganda uning quvvati va fik ham kamayadi. Ya'ni dvigatelni ish parametrini kamaytirish bilan ishchi qismning parametrlarini tezliklarni kamaytirish maqsadga muvofiq emasligi aytilyapti. Chunki dvigatellarning optimal ish sharoitlari bizga ma'lum. Uni kamaytirish bilan tezliklarni kamaytirishga erishadigan bo'lsak, uning quvvat va fik ham kamayadi. Shuning uchun ushbu vazifani ham uzatmalarga orqali bajarish to'g'ri hisoblanadi. Uchinchi, dvigatel odatda aylanma harakatni uzatadi. Mashinaning ishchi jihozlari esa aylanma harakatdan tashqari ilgarilanma, qaytma, tebranma, vinzma va boshqa harakat turlarini bo'lishini talab qiladi. Demak, ushbu talab uzatmalar bo'lishi kerakligini va boshqa harakatlarni uzatmalar orqali ta'minlab berishimizni talab qiladi. Ya'ni, masalan, metall keshish dastgohlaridan randalash dastgohining ish qismi shpindellari ilgarilanma, qaytma harakat qiladi. Demak, dvigatelning aylanma harakatini biz uzatmalar orqali turli harakatlarga ham o'zgartirib berishimiz kerak ekan. To'rtinchi sababi, ko'p hollarda bir dvigatel energiyasini bir nechta ishlab chiqarish mashinalariga uzatishga to'g'ri keladi. Bu mashinalarning aylanuvchi va ularning burchak tezliklarini esa bir xilda bo'lmaydi. Demak, ushbuni bir xil bo'lmaganligi sababli energiya manbaidan olingan harakatni biz turli nuqtalarga turlicha uzatib berishimiz talab qilinadi. Buni ham agregat dastgohlari, ko'p keskichli raqam dastur dastgohlarining ish shpindellarida ushbu holatni kuzatishimiz mumkin. Unda turli xil tezliklarni bitta dvigateldan olishga to'g'ri keladi. Ushbu sanab o'tilgan sabablar, demak, dvigatel bilan ish qurilmalari o'rtasida qandaydir uzatmalar bo'lishini talab qiladi. Uzatmaning umumiy joylashuv sxemasini ushbu slaydimizdan ko'rib olishimiz mumkin. Ya'ni energiya manbai va ish bajaruvchi qurilma biron bir mashina oralig'ida joylashib, demak, ularni harakatini muvofiqlashtiruvchi qurilmalar uzatmalar deb yuritiladi. Demak, uzatmaning birinchi kirish validagi quvvat va aylanish chastotasi dvigatelga moslangan va uzatmaning oxirgi valdagi aylanish chastotasi va
quvvati albatta ish bajaruvchi qurilmaga moslangan holatda bo'lishi zarur hisoblanadi. Energiya manbai bilan mashinaning ish bajaruvchi qismi oralig'ida joylashib, ularning o'zaro bog'lovchi hamda harakatni talab qilingandek boshqarishga imkon beruvchi mexanizmlarga demak biz uzatmalar deb ataymiz. Mashinasozlikda mexanikaviy, elektrik, pnevmatik va gidravlik uzatmalardan foydalaniladi. Ularning eng ko'p ishlatiladigani demak mexanikaviy uzatmalar hisoblanadi. Bu uzatmalar alohida boshqa uzatmalar bilan birgalikda ishlatilishi mumkin. Biz esa mashina detallari kursida faqat mexanikaviy uzatmalarni o'rganamiz. Boshqa uzatmalarni demak boshqa kurslarda o'rganish hisoblashga yo'naltirilgan. Endi mexanikaviy uzatmalarning tavsiflanishini ko'rib o'tamiz. Demak, mexanik uzatmalar birinchi harakatning uzatish usuliga qarab tavsiflanadi. Bunda birinchi ishqalanish hisobiga ishlaydigan uzatmalar, ya'ni bular friksion va tasmali uzatmalar. Ikkinchisi ilashish hisobiga ishlaydigan uzatmalar. Bular tishli, chervakli va zanjirli uzatmalar hisoblanadi. Demak, ushbu uzatmalarni rasm chizmalarda quyidagicha bo'ladi. Friksion uzatmamiz mana tasvirlangan A chizmamizda. Demak, bu tashqi silindrik yuzasi silliqlashtirilgan ikkita disk valga o'rnatilgan ikkita disk ko'rinishida bo'ladi va harakatni mana shu disklar orasida hosil qilinadigan siqish natijasida hosil qilinadigan ishqalanish kuchi vositasida uzatadi. Xuddi shunday tasmali uzatma shkif bilan tasma orasida siqish natijasida hosil qilingan ishqalanish kuchi orqali harakatni uzatadi va ilashish hisobiga ishlaydigan uzatmalarimiz zanjirli, tishli, chervakli uzatmalarimiz. Bularda tishlar bir-birining ish konturiga kirib ilashib turishi natijasida harakat uzatiladi. Uzatmalarning bunday turlanishi ularning turli sharoitlarda ishlashga mo'ljallangan. Tishli uzatmalar ilashish hisobiga ishlaydigan mana bu uzatmalarimiz ishqalanish hisobiga ishlaydigan uzatmalarga qaraganda ko'proq quvvat va birochini uzatishga mo'ljallangan hisoblanadi. Ushbu slaydimizda ham mexanik uzatmalarning tasvirlari keltirilgan, rangli tasvirlar bilan. Demak, tishli uzatmamiz, vintli uzatmamiz, chervakli, zanjirli, tasmali hamda friksion uzatmalar tasvirlangan. Tishli g'ildiraklarning, ya'ni tishli uzatmalarning o'zlari ham turlanib ketadi. Demak, bular tishning joylashuviga, bir-biriga nisbatan g'ildiraklarning joylashuviga qarab turlanadi. Masalan, A chizmamizda to'g'ri tishli mana tishni umumiy joylashuv yo'nalishi g'ildirakka nisbatan to'g'ri joylashgan. Mana bu qiya tishli, chevron tishli, ichki ilashmali, reykali, bunda esa konussimon tishli uzatma, qiya tishli konussimon tishli, gipoid tishli konussimon tishli uzatma, vintli va chervakli uzatmamiz tasvirlangan. Demak, mexanik uzatmalarning tasvirlanishini yana davom qildiramiz. Vallarning o'zaro joylashuviga qarab parallel, kesishgan va aykash valli uzatmalarga bo'linadi. Buni yuqoridagi slayddan bilib olishimiz mumkin. Mana buni vallari parallel joylashgan. Demak, mana shunday valimiz mana vali o'tadigan bo'lsa parallel joylashgan bo'ladi. Mana bunday kesishuvchan vallar, konsima uzatmalarda mana kesishib o'tadigan va aykash vallar mana vintli uzatmalarimizda yoki chervakli uzatmamizning vallari aykash joylashgan holatda bo'ladi. Uzatishlar sonining o'zgarishiga qarab uzatishlar soni, demak, uzatishlar soni o'zgarmas uzatmalar, bularga reduktorlarni misol qilib olishimiz mumkin. Uzatishlar soni pog'onali o'zgaruvchan uzatmalar bor. Demak, bularga avtomobillarning, transport vositalarining umuman tezliklar qutilarini olishimiz mumkin. Demak, burchakni o'zgartirish natijasida biz pog'onali ravishda g'ildiraklarni almashtirish hisobiga tezlikni o'zgartiramiz va pog'onasiz o'zgaruvchan turlarga bo'linadi uzatmalar. Demak, bunda avtomatik korobkalarni tezlik xususlarini misol qilishimiz mumkin. Bu yerda pog'onali o'zgaruvchan harakat ta'minlanadi. Buni tushunish uchun keyingi slaydni ko'rib o'tamiz. Ya'ni pog'onasiz tezlikni o'zgartirish qurilmasining sxemasi tasvirlangan. Bu variator deb yuritiladi. Demak, mana bu yetakchi valimizdagi silliq tishli g'ildiragimiz. Demak, yetakchi val bo'yicha ilgarilanma, qaytma harakat qilib o'z vaziyatini o'zgartiradi. Natijada ikkinchi yetaklanuvchi valimizda joylashgan silliq tishli g'ildiragimizning to'g'ri tomoniga u tegishi natijasida harakatni ikkinchi valga uzatadi. Mana shu yerga e'tibor qiladigan bo'lsak, diski diametrining kichirayishi, ya'ni
mana bu g'ildirakimizni chap tomonga surilishi natijasida u markazga yaqinlashadi va ikkinchi valdagi harakatni tezligini oshishiga olib keladi. Ushbu variatorimiz tezliklarni pog'onasiz o'zgartirish qurilmasi hisoblanadi. Demak, mexanik uzatmalarning tasniflanishini yana davom qildiramiz. Demak, bular pog'onalarning sonini bo'yicha tasniflanadi. Ularda bir pog'onali, mana harakat agar bir valdan ikkinchi valga bir juft shestan orqali o'tsa, demak bir pog'onali. Ya'ni harakat bir marta o'zgartirilganini bildiradi. Ikki pog'onalida ushbu holat ikkita bo'lishi mumkin. Ketma-ket va uch pog'onali reduktorlarda esa demak harakat bir valdan ikkinchi valga, ikkinchi valdan uchinchi, uchinchi valdan to'rtinchi valga o'zgaradi. Demak, pog'onalar soni nechta bo'ladigan bo'lsa, vallarimizni soni shundan bittaga ko'p bo'ladi. Uzatmalarda energiya manbaida energiyani bevosita qabul qilib oluvchi valimiz yetaklanuvchi val deb, bu valda energiyani qabul qilib ish bajaruvchi qismga uzatuvchi val esa yetaklanuvchi val deyiladi. Ya'ni masalan mana bu valimiz yetaklanuvchi bo'lsa, ikkinchi val yetaklanuvchi bo'ladi. Birinchi valga nisbatan yetaklanuvchi. Lekin bu uchinchi valga nisbatan mana bu valimiz ham yetaklanuvchi bo'ladi. Shuning uchun uzatmalarda, reduktorlarda birinchi val va oxirgi val, yetakchi val va yetaklanuvchi val tushunchalari bo'ladi. Endi uzatmalarning ishini xarakterlovchi asosiy ko'rsatkichlarni ko'rib o'tamiz. Demak, uzatmalarning ishini xarakterlovchi asosiy ko'rsatkichlardan birinchisi bu uzatmalarning foydalish koeffitsiyenti deb aytiladi. Foydalish koeffitsiyenti harfi bilan belgilanib, uzatma yetaklanuvchi valdagi quvvatni yetakchi valdagi quvvatga nisbati bilan aniqlanadi. Yoki bo'lmasam valdagi umumiy zarargarchiliklar natijasida yo'qotiladigan hisoblanadigan quvvatni birinchi valdagi quvvatga nisbatini birdan ayirmasi hisobida uzatmaning foydalish koeffitsiyenti aniqlanadi. Undan tashqari uzatmalarda uzatish soni degan tushuncha bor. Demak, uzatish soni bu bir valdan ikkinchi valga harakatni uzatuvchi uzatma. Demak, harakat tezligini, quvvatini birovchi qancha miqdorda o'zgarganligini ifodalovchi kattalik hisoblanadi. Buni hisoblashda asosan aylanish chastotasi bilan bajariladi. Demak, yetakchi val aylanish chastotasi yetakchi valga nisbati uzatish soni deb yuritiladi. Bundan tashqari uzatishlar nisbati degan tushuncha ham bo'ladi. Demak, uzatishlar nisbati i harfi bilan belgilanib, birinchi valdan ikkinchi valga harakat uzatishlar nisbati xuddi uzatishlar soni kabi bajariladi aylanish chastotasi bilan yoki bo'lmasam burchak tezlik orqali ifodalanadi. Agar uzatishlar nisbatan teskari ravishda bajaradigan bo'lsak, ushbu ifoda ikki bir ko'rinishda teskari nisbatda bajariladi. Demak, uzatmalar ish xarakterlovchi yana bitta kattalik bu burovchi moment hisoblanadi. Har bir valning burovchi momenti ushbu valdagi quvvat hamda valning burchak tezlikka nisbati bilan aniqlanadi va newton metrlarda o'lchanadi. Qaysi valni burovchi moment hisoblaydigan bo'lsak, o'sha valning quvvati va burchak tezligi bizga kerak bo'ladi. Burovchi moment undan tashqari aylanish chastotasiga bog'liq holda ham hisoblashimiz mumkin. Unda formulamizda ozmoz o'zgarish kelib chiqadi. Uzatishlar sonini ham burovchi momentga nisbatan ifodalashimiz mumkin. Bunda ikkinchi valning burovchi momentini birinchi valning burovchi momentiga nisbati va albatta uni foydalish koeffitsiyentiga ko'paytmasi bilan aniqlanadi. Uzatmalar ish xarakterlovchi ko'rsatkichlaridan ushbu yuqorida aytib o'tilgan qiymatlarimiz asosida uzatishlar sonini quyidagicha to'liqroq ifodalashimiz mumkin. Uzatishlar soni bu demak aylanishlar chastotalari, burchak tezlik, umumiy burovchi momentlar nisbatlari yo'nalishida aniqlanadi. Agar uzatma bir nechta pog'onali bo'lsa, uning umumiy uzatishlar sonining ko'paytmasi orqali yoki bo'lmasam birinchi valdagi aylanish chastotasining oxirgi valning aylanish chastotasiga nisbati bilan aniqlanadi. Shuning bilan mavzumizni yakunlaymiz. E'tiborlaringiz uchun rahmat.